Taniqli aktrisa Sevara Soliyeva haqida yomon xabar tarqaldi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Xafalikdan so'ng ko'rinishini o'zgartirgan aktrisa Sevara Soliyeva san'atdan ko'ngli qolgani, ro'molga kirishiga nima sabab bo'lgani haqida so'zlab berdi. Poyma-poy, Chol va Nabira, Yoshsiz yil va Tilim qursin kabi filmlardagi rollari bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan aktrisa Sevara Soliyeva intervyu berdi. Suhbat davomida u san'atdan ketish niyati bo'lmagani, oilaviy hayoti hamda ichki kechinmalari haqida gapirib berdi. Katta filmlarda rol o'ynashni sog'indim. Kinolarda rol ijro etishni albatta sog'inaman, chunki yoshligimdan aktrisa bo'lishni orzu qilib, harakat qilganman. Shuning uchun kasbimni sog'inaman va bu tabiiy holat deb o'ylayman. Mening holatimda bo'lmagan, masalan, safarda yurgan yoki bemorligi tufayli sahnaga chiqa olmayotgan har qaysi ijodkor ham baribir o'z kasbini sog'inadi. Kinodan ketishga qaror qilmagan edim. Kinodan butunlay ketishga qaror qilmaganman. To'g'risini aytsam, ro'molda ham rol ijro etish mumkinligi haqida eshitgandim. Seriallarda ham ro'molda ham rol ijro etayotgan ayollarni ko'rganman. Shu sababli bu narsa mumkin ekan-ku deb o'ylaganman. Hattoki bir serialda ro'molda ham rol o'ynaganman, deydi aktrisa. Sabrli bo'lish oson emas. Avvalo bu qarorga kelishim oson bo'lmagan. Hali ham oson emas. Tengdoshlarim, hamkasblarim unvonlar olayotganini ko'rib ularga havasim keladi. Yuqorida aytganimdek, kinoni baribir sog'inaman. Ba'zida nafs o'ynab qoladi. Endi bu tabiiy holat. Lekin nafsni yengib sabr qilishni o'zimga shior qilib olganman. Xafalikdan so'ng ko'rinishimni o'zgartirganman. Bir narsadan sal xafa bo'lganman. Chin yurakdan rollarimni ijro etardim. Ko'rsatuvlarda qatnashib, davlat tadbirlarida ham qatnashardim. Lekin o'sha paytlar bular uchun mukofotlanmaganman. Hozir esa yoshlarni, hatto hali uncha ijod qilib ulgurmagan blogerlarni ham taqdirlab ko'nglini ko'tarishadi. Bizga vaqtida bunday munosabat bo'lmaganidan xafa bo'lganman. Chin yuragimdan rol ijro etaman deb uyda bolalarim bilan deyarli vaqt o'tkazmasdim. Ularni qo'shnimga qoldirib ishga ketardim. Taxminan 2020-21-yilning qishida Hindi show ko'rsatuvining syomkasi bo'ldi. O'shanda xo'jayinim unda ishtirok etmasligini aytgandi. Shunday bo'lsa ham men bilan birga rol o'ynashga majburlab ko'ndirganman. Kasal bolamizni ham olib tog'ga yo'l olganmiz. Syomka maydonchasiga yetib borguncha yo'llarda jarimalarga tushgandik. Kerakli kiyimlarni topib, hatto hind aktrisalarining mimikalarini o'xshatishga harakat qilganman. Shou yakunida esa bizga emas, boshqalarga g'oliblikni berishgan. O'shanda ishtirokchilardan emas, tashkilotchilardan qattiq xafa bo'lganman. Chunki ular biz ko'proq ijod qilganimizni, yoshimiz ham qolganlarnikidan kattaroqligini bilishardi, lekin buni inobatga olishmadi. Shu holat menga juda yomon ta'sir qilgan. Baribir ijodkorning ko'nglini ko'tarib, xursand qilib turish kerak. Shuncha harakat qilib, hatto kasal bolani ham o'zimiz bilan olib kelganimizning hech qancha hurmati yo'q ekan. Shundan keyin san'atdan ko'nglim butunlay qolib ketdi. Bu aytayotganlarim yosh ijodkorlarga hasadgo'ylikdan emas, shunchaki o'z qadrim pasaytirilganligi uchun ichimdagilarni aytyapman. Shu xafaligimdan so'ng yangi yilda ko'rinishimni o'zgartirdim. Ro'molga kirdim va 3-farzandimga homilador bo'ldim, deydi aktrisa. Imkon berilganda ba'zi qarorlarimni yaxshilab o'ylab ko'rardim. Agar hamma narsani boshqatdan boshlash imkoni berilganda, hayotimning har bir yo'lini xuddi shunday qayta bosib o'tardim. Faqat ro'mol masalasini yana bir bor yaxshilab o'ylab ko'rardim. Aslida agar so'zini ishlatib bo'lmaydi. Shuning uchun taqdirimdan roziman va xursandman. Vaqtni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Shunday bo'lishi kerak ekan. Bo'ldi, boriga shukr. Eng asosiysi farzandlarimiz, o'zimiz, ota-onam, qaynona, qaynotam hammamiz sog'-salomatmiz. Ularning orzulariga erishib yurishi men uchun eng katta baxt. Uyda o'tirgan ayollarga Oskar berish kerak. Aktrisalik faoliyatim davomida ko'proq ko'chada vaqtim o'tgan. Bu holat xohlaysizmi yo'qmi oilaga ta'sir qilar ekan? Oilani tanlaysizmi yoki san'atni deb savol berganlarga oilamni derdim-u, baribir har ikkisini teng olib borishga harakat qilardim. Ishlamay uyda o'tirganimdan keyingina tushundimki, uy bekalari alohida olqishga loyiq ekan. Ularga Oskar bersa arziydi. Farzandlariga enagasiz, o'zi qaraydigan onalarga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Qo'limda yosh bola bilan uyda o'tirishni boshlaganimdan keyin ko'chadagi boshqa yosh bolali ayollarga boshqacha nazar soladigan bo'ldim. Men asabiylashib ketadigan vaziyatlarda ularning vazmin turishlarini ko'rib qoyil qolardim. Haqiqiy hayotning qiyinchiligini 31 yoshimdan keyin, 3-farzandli bo'lganimdan keyin anglab yetdim, deydi aktrisa o'zining so'zining oxirida. Bizda hozircha shu. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang.